Tak, yaxshi eshitilyaptimi? Bugungi prezentatsiyaga kelganingiz uchun katta rahmat. Shu vaqtinglarni ajratganiga men sal biza o'sha nima ish qilayotganimiz to'g'risida aytib beraman. Tadbirkorlar uchun, imенно do'kon yuritadigan tadbirkorlar uchun qanaqa trendlar, nimalar bo'layotgani to'g'risida ozgina aytib beraman. Xo'p, men o'zim to'g'risida aytib chiqsam, men где-то 8 yil UCLda ishlaganman, top managementda. Keyin где-то 2017-20 mana shu bozorni o'rganib ko'rganimizda ko'pincha bozordagi tadbirkorlik ruchka Excelda o'zini ishini yuritgani uchun biz shunaqa platforma qilishga anaqa bizga fikr kelgan, shu anaqa bilan hozir ham ishlayapmiz. Xo'p, bitta boshlanishdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Bundoq olib qarasanglar, bizda dunyo Спасибо. Dunyoni rivojlantirishni olib ko'rsanglar, mana bu dunyoni aholisi. Bundoq olib qaraganda, necha ming yillab aholi вообще o'smagan. Keyin nimadir bo'lib, aholi srazu o'sishni boshladi. Bunga asosiy maqsad bu 18-asrda parovoy dvigatellar anaqa o'ylab topishgani bo'lgan. Shundan keyin progress boshlangan, производствоlar avtomatlashtirilgan, odamlar уже qo'lda emas yoki katta zavodlar qurishni boshlagan va iqtisodiyot rivojlantirishni boshlandi. Hozirgi paytda olib qarasak, mana misol uchun где-то 50 yil oldin oddiy рабочий stol mana shunaqa holatda bo'lgan. Qanaqadir ma'lumot bitta joydan boshqa joyga borish uchun ancha vaqt kerak bo'lgan. Lekin hozir qarasak, уже любой biznesda dunyoni har xil lokatsiyalardan yurg'izsa bo'ladi. Bu uchun hozir bizda internet bor, devicelar bor, boshqa narsalar bor va keyingi etap bu hozir bu devicelar ham sekin yo'q bo'lib, sun'iy intellektga qarab ketyapmiz. Endi misol uchun любой tadbirkorni olib qarasa, biznes boshlayotganda, bozorni o'rganayotganda u mana shunaqa suvni anaqa как пример qilsak, такой спокойный suv bo'ladi, hamma narsa pustoy anaqa. Lekin реально bozorga chiqqanda уже akulalar paydo bo'ladi, неспокойный suv bo'ladi. Shunga haqiqatda bozorda ishlash qiyin bo'ladi. Misol uchun biznesni yurg'izayotganda hamma mana shunaqa zo'r to'g'ri направлениеga suzib o'taman deydi, lekin реальный haqiqatda любой tadbirkor olib qarasanglar, muammolari millionta bo'ladi. Mana shunaqa suvda sal anaqa o'zini usha olmaydigan bo'ladi. Lekin hamma tadbirkorlar chempion bo'lishni xohlaydi, to'g'rimi? Hamma qanaqadir natijalarga erishishni, kimdir pul olishi, kimdir qanaqadir natijalarga erishishni xohlaydi. Bu uchun biznesda o'zini har xil anaqalari bor. Misol uchun bu Warren Buffett, u amerikanskiy katta investor, bu imенно kompaniyalarga investitsiya kiritadi. U aytadiki, men shunday biznesga aksiyalar sotib olishga intilamanki, u shunchalik mukammal bo'lishi, hatto tentak ham boshqara olsa. Chunki ertami kechmi shunday bo'ladi. Bu degani, bu ko'pincha bizneslarni yaxshi avtomatlashgan shunaqa protsesslar qo'yilgan, shu даже odamni ham vliyaniyasi kam bo'lish bizneslarga aniq qiladi. Ikkinchi katta trend bu ma'lumotlar. Hozirgi O'zbekiston iqtisodiyotini olib qarasa, 60% iqtisodiyoti bu kichik va o'rta biznesdan iborat iqtisodiyot. Bu degani O'zbekistonning misol uchun VVPsini qarasak, hozir 147 milliard почти bo'ldi. Bu degani mana shu 60% ishlab chiqarishi kichik va o'rta biznes, bu tegishli bo'ladi. 80% aholi shu kichik va o'rta biznesda ishlaydi. Lekin olib qarasak, shu kichik va o'rta biznesning 70% hali ham o'zini biznesini ruchkalarda yoki daftarlarda olib boradi. Biz har kuni minglab har xil zaproslar olamiz. Anaqadan bizga klientlar kelganda 10 tasidan 2 tasi qanaqadir sistema ishlatadi. 8 tasi qog'oz ruchkadan keladi.
bunda olib qarasa, O'zbekistonning masshtabida bu juda katta muammo. Keyin bu muammo nimaga olib keladi? Mana hamma tadbirkorlar savdo qiladi, savdosi yaxshi ketadi, tovarlarni xarid qiladi, qanaqadir постоянный движение bo'ladi, lekin pul anaqasiga kelganda nechta pul topayotganini bilmaydi. Mana biz har kuni где-то bir 20 ta 30 ta tadbirkorlar bilan prezentatsiya qilamiz, auditlar qilamiz, ishni o'rganamiz, чтобы unga qanaqadir решение topish. Har bittasini bitta savol so'raymiz. Nechta pul topdingiz o'tgan oyda? 10 tasidan bittasi biladi, ito taxminan. Atak hammasi bilmayman deydi, real nechta pul topganimni. Chunki mana shu holatda bu katta savol. Chunki asosiy anaqani qo'lda, ruchkada yoki Excelda yoki bir xil miyasida ham yuritadi. Shuning uchun bizda asosiy anaqamiz biznesni nimaga avtomatlashtirish kerak. Birinchi sabab bu minimal xarajatlar bilan biznes modelni kengaytirsangiz bo'ladi. Misol uchun bitta do'konda sistema qo'yganingizda uni ekonomikasi qanaqa ishlayapti, savdosi qanaqa bo'lyapti, pribili qanaqa bo'lyapti, hammasini yo'lga qo'yayotganingizda ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi tochkalarni ochib boshqarish ancha oson bo'ladi. Chunki siz уже rejalashtira olasiz ishingizni, joylarni tanlay olasiz, chunki bilasiz qanaqa srednicha, qanaqa auditoriya kelyapti. Sizga qayerda yana shunaqa auditoriyalar bor. O'sha lokatsiya ochayotganingizda ancha foyda beradi. Keyin ichki jarayonlar qanaqa bo'layotganini ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Tarixiy ma'lumotlar orqali siz keyin budущий dohodlarni ham prognoz qilsangiz bo'ladi. Eng asosiysi bu mijozlar ma'lumotlarini ham aktiv qilib, yig'ib, keyin ishlatsanglar bo'ladi yurg'izishga. Ikkinchi sabab bu diagnostika. Har bitta biznesda qanaqadir muammo bo'ladi. Muammo bo'lganda unga yechim topish kerak. Shu yechim topish uchun, misol uchun odam kasal bo'lsa, doktorga boradi. Doktor birinchi o'chirib nima deydi? Borib analiz topshiradi deydi. Analiz topshirgandan keyin ma'lumotlar keladi. Ma'lumotlar orqali keyin u qanaqadir направлениялар yozib beradi. Keyin уже dorilarni olib ichasizlar. Lekin biznesga olib qarasa, ko'pincha hamma intuitsiyada aniq qiladi. Bu degani qanaqadir muammo bo'lsa, uni fundamentalni tushunmaydi-da, lekin qanaqadir решениялар qabul qilishadi. Biznesni yana yerga olib ketadi unaqa narsalar. O'shaning uchun shu narsaga ham diagnostikaga juda yaxshi foyda beradi avtomatizatsiya. Bu degani siz savdo hisobotlarini yaxshi bilasiz, tovar tahlili bo'ladi, mijozlar tahlili, xodimlarning samaradorligini bilasiz. Misol uchun qanaqadir tovar qaysidir tochkada yaxshi sotilmayotganini sababi har xil bo'lishi mumkin. Birinchisi bu, misol uchun noto'g'ri tovarni noto'g'ri joyga qo'ygansiz yoki tovar to'g'ri vaqtda vitrinaga bormagan yoki sotuvchingiz bu tovarni yaxshi sota olmagan. Har xil anaqalar bo'lishi mumkin. Yoki narxini noto'g'ri qo'ygansiz. Shu ma'lumotlarni bilganingizda уже решениyaning sifati ham yaxshiroq bo'ladi. Uchinchi sabab bu unumdorlikni oshirish. Misol uchun ko'p qanaqadir ishlarni bitirish uchun tadbirkorlar juda ko'p vaqt ketkazadi. Misol uchun bizda tadbirkorlar bor, ular do'konni ertalab, obedda, kechqurun keladi, prosta kassasini bilish uchun. Necha pul bugun savdo bo'ldi. Bir xilla qayerdir yozadi, aniq qiladi, lekin bitta narsani amalga oshirish uchun juda ko'p vaqt ketadi. Avtomatizatsiya qilingandan so'ng bu narsalar juda osonlashadi. Mobil telefonda yoki Telegram botda yoki onlayn любой joydan bemalol ko'rsangiz bo'ladi, do'koningizda nima bo'layotganini. Chunki ma'lumotlar 24/7 sizda telefoningizda bo'ladi. Har xil tovarlar nima bo'lyapti, qanaqa ketyapti, qanaqa narxda sotilyapti, uni ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Har xil inventarizatsiyalar qilganda o'g'irliklar, kassada qanaqadir mashinatsiyalar уже kamayadi. Shu orqali shu pul уже biznesga chiqib bemalol sizga ishlaydi. Shu narsalar vaqtni tejashga yordam beradi. Keyin to'rtinchi sabab bu mijozlarga xizmat ko'rsatish. Bu degani, misol uchun biz ko'p do'konlar bilan ishlaymiz, lekin 10 tasidan bittasi mijozlarning bazasini olib boradi. Keyin shu har 100 tasidan ikkitasi shu mijozlarning bazasini olib borib, u bilan ishlaydi.
Bu degani mana har bitta mijoz bu kelib do'koningizda nimadir narsa oladi, qanchadir vaqtda keladi. Uni уже mana shu baza orqali bemalol uni yana повторный покупкаларga возврат qilsa bo'ladi. Bu degani siz уже reklamaga pul sarflamaysiz, boshqa narsaga уже keldi, sizdan narsa oldi, уже bilasiz nima olganini, keyingi safar nima unga taklif qilishni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Shu baza bilan to'g'ri aktiv qilib ishlatsangiz, avtomatizatsiya orqali cashback yoki qanaqadir sistema qilib klientlarni повторный покупкаларga qaytarsa bo'ladi. Keyin mijozlarni segmentlar qilsa bo'ladi, har xil mana shu cashback yoki har xil programma loyalnosti qilsa bo'ladi. Keyin SMS orqali yoki Telegram orqali ularga narsa xabar yuborsa bo'ladi. Keyin o'rtacha chekka oshirish uchun har xil motivatsion programmalar qilsa bo'ladi sotuvchilarga. Ko'p klientlar to'lgan kunga sovg'a yuborsangiz ham juda katta loyalnosti oshadi. Keyin 5-inchisi, ko'pincha do'konda qanaqadir tovarlar bo'lsa, ularni to'g'ri vaqtida sotish kerak. Chunki do'konning ishi bu tovarni sotib, оборот qilib, shu оборотdan pul qolib, shu оборачиваемость ko'paysa, savdo ham oshadi, sifati ham oshadi. Lekin ko'p do'konlarda likvid va nelikvid tovarlar bo'ladi. Shu nelikvid tovarlarni vaqtida bilsa, оборачиваемость juda tez oshirsa bo'ladi. Pul tovarda qolib ketmaydi. Bu uchun har xil savdo va marketing instrumentlari bo'ladi. Avtomatlashtirilganda siz bemalol yetmayotgan tovarlarni ko'rasiz. Bu tovarlar kam qoldi, ham tovarlarni tezroq olish kerak, ham tovarlar sotilmayapti. Muammosi nimaligidan qanday aksiya qilib o'sha mijozlarga taklif qilish kerak. Shu har bitta narsani avtomatizatsiya qilganda sizda bemalol bitta joyda ko'rib, bu mana shu orqali ishlatsa bo'ladi. Biza как раз shu muammolarni yechishga yordam beramiz. Ko'pincha mana shu do'konlar biz уже 6,5 mingtadan ko'p do'kon bilan ishlaymiz. O'zbekiston, faqat O'zbekiston bo'yicha va Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Gruziyada, Tojikistonda ishlaymiz. Уже 2017-yildan beri ishlaymiz. Hozir bizani baza orqali 1,5 milliard dollarlik savdo o'tadi. Mana har bitta do'kon savdo qilganda, общий hammasini aniq qilganda 1,5 milliard dollarlik savdo bizning sistemadan o'tadi. Hozirgi paytda yiliga где-то 30 million tranzaksiya o'tkazamiz. Asosiy bizning platformani maqsadi nimaga yordam beradi? Bu vaqtinglarni tejaydi, где-то 30% gacha stokka оборачиваемость oshiradi. Sotishga где-то 26% gacha ko'proq sotishga yordam beradi. Shu mijozlar bazasi bilan ishlab, tovarni analitika qilish. Keyin bizning o'zimizda specialistlar bor. Shu narsani misol uchun do'konga kelganda ko'pincha bilmaydi qanaqa shuni ishlatishni. Biz hammasini soprovождение qilib, o'rgatib, qo'yib berib, rezultatgacha olib borishga harakat qilamiz. Vaqtinglarni ham 40% gacha tejashga yordam beradi. Bizda hozir ko'p har xil brendlar bilan ishlaymiz. Mana katta va kichik brendlar. Endi O'zbekistonda massiv brendlarni olib qarsangiz, shu kattasidan Inbazar, mana Dilmus bo'tdi, ko'ruvdim, Namanganda ham bor bular. Batten, har xil международный brendlar ham bor. Xo'p, agar savollar bo'lsa yoki yana qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol bizning saytimizdan olsanglar bo'ladi yoki menga pochtamga yozsanglar ham bo'ladi. Agar savollar bo'lsa, javob beraman. Rahmat. Assalomu alaykum. Prezentatsiya uchun rahmat. Menda o'ta savol bor. Bu bizda shunaqa do'konlar borki, 80% aytganingizdek qog'oz qonundan keladi va shunaqa do'konlar ham bor. Umuman xarajatlarini qancha topayotganini bilmaydi. Prosta oxirgi kechasi keladi, kassadan pulni oladi. Ularga ham hozir qanaqadir AI bilis qo'shyaptimi? Qanaqadir ularga hamma analitikani ham tushunmaydigan odamlarga, qaytagi kompyuterda oddiy ishlatishga ham. Hozirgi paytda bunday olib qaraganimizda bizning asosiy maqsad hozir mana shu daftarlardan platformaga o'tkazish, ko'p tadbirkorlarni. Keyin platformada ma'lumotlar bo'lgandan so'ng, keyin уже AI ham qo'shiladi. Mana shu yil xudo xolisa shu narsalar уже chunki misol uchun sotuvni AI baribir platformaga kirita olmaydi o'zi. Baribir qanaqadir tranzaksiya bo'lishi kerak. Shu tranzaksiyalarni qo'yish uchun birinchi platforma qo'yish kerak. O'sha platformani o'rnatgandan so'ng keyin уже mana shu ma'lumotlar orqali dannilar
AI orqali rekomendatsiyalar bo'ladi. Rahmat, savol uchun. Assalomu alaykum. Server va xavfsizlik tizimi qanaqa shu borasida? Rahmat. Bizda serverlarimiz как облачный, облачный deganda har xil server bor. Misol uchun bir xil do'konlar o'zimizga server qo'yamiz deydi. Biz bunaqa formatda ishlamaymiz. Bizda общий облачный хранение bo'ladi, lekin biz полный ma'lumotda o'zimizga xavfsizligini ko'ramiz. Bizda o'zimizning spetsialistlarimiz bor, security injenerlar bor. Mana shu narsalar orqali уже bizga как kontrakt qilayotganda bu uchun garantiya beramiz klientlarga ma'lumotlar xavfsizligini. Assalomu alaykum. Men ham savolim shunga o'xshashadi. Bu dastur soliq bazasi bilan integratsiya bo'lganmi yo'qmi yoki ikkinchilik bo'lishi mumkinmi? Soliq bazasi bilan integratsiya qilsa bo'ladi. Misol uchun do'kon xohlasa integratsiya qiladi. U uchun bizda отдельный anaqa поставщик bor, e-post degan. O'sha orqali integratsiya qilsa bo'ladi soliq bilan. Atak bazani o'zi integratsiya qilinmagan soliq bilan. Отдельно ishlaydi u. O'zimiz xohishimiz bilan bo'ladi. Da, u o'zingizlarning xohishinglar bo'yicha. Rahmat. Rahmat. Yana savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, Rustam sizga katta rahmat. Sizga ham rahmat katta.